Do'stlar, endi xudo ko'rsatmasin, uyingizda qirsiq svet bo'lmasa, mana do'stlar sizlarga yechim. Endi katyolingiz bemalol ishlaydi. Mana shu qora qutimizni o'zida UPS, aqlli miyasi hamma yo'q bo'ladi. Ya'ni mana shu yerda o'zidan kontrol qilsangiz bo'lar ekan. 2026-yil trendga chiqayotgan katyolimiz endi shu bo'ladi. Ya'ni Nur Texno Group yangi katyol ixtiro qilib bergan. Endi mabodo katyolingiz buzilib qolsa, uyingizda misol uchun ayollar bo'lsa, erkaklar kelib turib tuzatib bermas ekan. Endi onlayn tuzatsa bo'lar ekan. Ya'ni shuni miyasini, ya'ni xuddi Teslaga o'xshab turib, onlayn tuzatish imkoniyati mavjud ekan. Yana bitta zo'r yangiligi do'stlar, bu katyolimiz polni karbondan yasalgan bo'ladi. Mashinaga karbon qilingan ko'rganmiz, lekin hozirgi kunda hammasi ya'ni soxtalari qilingan. Bunisi original toza karbon bo'ladi. Nimaga bunga karbon ishlatildi desanglar, do'stlar, suvga chidamli bo'ladi, issiqqa, ya'ni yozda issig'idan, qishki sovuqdan saqlaydigan katyollarimiz bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, rasxoti sutkasiga 50 kilodan boshlab 60 kilogacha rasxot qilar ekan, tutamas ekan. Ya'ni servislar mutlaqo bepul ekan, 3 yilgacha garantiya berishar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, biz turgan joy Farg'ona viloyat, Dang'ara, ya'ni Nur Texno Groupda turibmiz. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 10-yanvargacha $111 dan katta skidga e'lon qilinadi.